Ikki toifa odamlar bor, men hali ko'rmadim ularni, lekin ular jahannam ahlida. Bu birinchi toifa odamlar edi. Ikkinchi toifa odamlar kim? Ikkinchisi, ular jannatga kirishmaydi. Vaholanki jannatning hidini ham hiydamaydi ular. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Alloh taolaga mahtamd bo'lsin. Alloh taolo barcha bemorlarga Alloh o'zi shifo bergan bo'lsin. Hurmatli akalar, ukalar, opa-singillar, har birimiz shunday bir muhtoj oilalarga befarq bo'lmayapmiz. Alloh ajringlarni bergan bo'lsin. Bugungi kunda qancha insonlarni ko'ryapmiz, hatto bir lecheniya ololmasdan shunday uylarida og'ir holatda yotganlarni o'zimiz guvoh bo'lyapmiz. Bu opamiz ham anchadan beri murojaat qilardi, mana bugun o'z ko'zlarimiz bilan ko'ryapmiz. Hurmatli akalar, shu opamiz ham bugun operatsiya, mana doktorlar aytishicha operatsiyadan boshqa iloji yo'q ekan. Shunday bir ichki organlarda bir oshqozon tarafdan dedilar, shunday bir operatsiyaga muhtoj ekan. Shunga hurmatli akalar, shunga imkoniyat bo'lsa shu opamiz uchun, shunday bir muslimalarimiz uchun bir befarq bo'lmasak. Har birimiz bilamiz, mana muslimalar video chiqarmaylik deymiz. Galosoylarni tashlaymiz, kimdir e'tibor beradi, kimdir e'tiborsiz. Lekin bugun mana majbur bo'ldik video qilib ko'rsatishlikka. Hurmatli akalar, inshaalloh Alloh deb ibodat qilib, Qur'on o'qib, shunday bir joy namozlarda yashayotgan insonlar shunday muhtojliklarni avvalambor Allohdan so'raydi. Faqatgina biz sababchi insonlar ekanmiz. Mana biz sabab qilib shunday bizni chaqirgan ekan, shunday kelib o'z ko'zimiz bilan ko'rib, holatlarni ko'rib, uyda mana boquvchi erkagi yo'q bu xonadon. Shunday bir kichkina farzandlari bilan shunday og'ir holatda yotganini guvohi bo'lyapti. Shunga ham befarq bo'lmaysizlar degan umiddamiz. Agarda yordam beruvchilar bo'lsa, mana 704 bilan 79 74 79 telefon nomerlari. Insonlardagi tabiatlar, xarakterlar. Agar palonchi iymonli bo'lmaganida mana shu xarakter bilan juda rasvo odam bo'ladi. Chunki xarakteri chataqi shu odam. Shu iymon bor, iymon ushlab turibdi buni deb qo'yasiz. Odamlardagi xarakterlar. Uhud tog'onidan jilibdi desa ishoninglar, o'zi jilmaydi. Ammo bir odamni sajiyati, xarakteri o'zgaribdi desa ishonmaylar deyilgan. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu shijoatlik, quvvatli bir o't odam bo'lgan xarakteri islomga kirganda ham shulgicha qoldi. Faqat islom tarbiyaladi. Usmon ibn Affon halim, muloyim odam edi. Islomga kirganda halim, muloyimligicha qoldi. Islom tarbiyaladi. Hammamizning xarakterimiz, birodarlar, sajiyatimiz har xil. Ammo mana shu xarakterlar islom bilan tarbiyalanmasa, insonni halokatga olib boradi. Ayrim kishilar bo'ladi, mana nafs ulamolarining fikriga ko'ra odamlar 4 xil tabiatli bo'ladi. Sajiyatini turlari. Birinchisi asabiy deyiladi ekan arab tilida, bu kuchli tabiatli insonlar, liderlik xususiyati bor. Bunaqa tabiat egasi agar unda iymon bo'lmasa, hukmron bo'lishlikka doim intiladi. Boshqalarni bo'ysundirishlikka, ularga qahr ko'rsatishlikka moyil bo'ladi. Agar iymon bo'lsa, uni boshqaradi. Agar mana shunday kuchli tabiatli insonni iymon jilolamasa, birodarlar, yer yuzida zulm, zo'ravonlik tarqatib yuradigan odam bo'ladi. Ikkinchi toifadagi insonlar shahvoniy tabiatli kishilar. Buni odam o'zini shahvatiga tamomiy bo'ysungan odam bo'ladi. G'ami xotinlar, g'ami zino, fahsh, safo, g'ami ovqat. Ikkinchi toifa demak, shahvoniy kishi o'zini nafsi nimani xolasa shuni qila oladigan odam, shahvatiga berilgan odam. Uchinchisi, bu mana shu nafs olimlarining so'zi, shaytoniy tabiatli kishilar bo'ladi. Bu odamlar kimlar? Odamlarga aziyat yetkazishlik bilan ovora. Shundan huzur oladi. Odamlar orasiga rahna solsa, gap tashisa, mushkula paydo qilsa, vaholanki mana shu ishdan foyda yo'q unga. Endi ikkita konkurentni bir-biriga urishtirib qo'ysa, tushunarli, bu yerda o'zini biznesini yurgizadi. Ammo bu shunaqa odamki, odamlarning o'rtasiga nizo solib yuradi, shuni o'zidan huzur oladi.
uni orqasidan bunga hech qanday manfaati yo'q. Bu shaytoniy tabiatli kishi. 4-toifa bu tentek tabiatli kishi. Bu o'sha odamki, bori ham yo'g'i ham bir xil bo'lgan odam. Bor bo'lsa borligi bilinmaydi, yo'q bo'lsa yo'qligi bilinmaydi. O'zini mustaqil fikri, mustaqil o'rni yo'q hayotda. Ko'pchilik nima desa biz ham mash eng yomoni mash. Xususan o'g'il bolaga juda bir yarashmaydigan narsa. Noto'g'ri bo'lsa ham o'zingning fikring bo'lsin. Buzuq bo'lsa ham o'zingning bir tushunchang bo'lsin. Chunki tushunchang buzuq bo'lsa tuzatsa bo'ladi. Значит, bor ekan tushuncha. Noto'g'ri bo'lsa fikring bor ekan, demak tuzatsa bo'ladi. Agar umuman shu narsa yo'q bo'lsa-chi? Demak, 4 xil tabiatga bo'ldi nafs olimlari. Birinchisi nima oldi? Kuchli tabiatli kishilar, liderlar. Ikkinchisi shahvoniy tabiatli kishilar, faqat o'zini shahvatiga qarab yuradiganlar. Shaytoniy tabiat kishilar, odamlar orasiga faqat rahna soladigan odamlar. 4-tinchisi tentek odamlar. Haqiqiy mo'min kim? Bu shunday kishiki, yonidagi kishining foydasini o'ylaydi. Haqiqiy mo'min yonidagi birodarini foydasini o'ylaydi. O'zini foydasi qolib ketsa ham. Birinchi toifadagi odam, agar islom uni tarbiya qilmasa, bu odam tiriklayin o'lik hisoblanadi. Bu musibat. Ikkinchi toifa odam, shahvatiga berilgan odam. Bu odam o'zini halokatga solishligi aniq. Uchinchisi shaytoniy tabiat kishi, bu tamomiy mujrim, yurgan turgani musibat. 4-tinchisi bu odamni bori ham yo'g'i ham bir xil bo'ladi. Ammo mana shu to'rala tabiatli kishini islom, iymon suvi bilan sug'orilsa, iymon bularni rioya qilsa, hammasi, to'ralasi ham xayriyat majmuasiga aylanadi. To'ralasi ham. Imom Azam rahmatullohi alayh bir qo'shnisi bor edi. Kechasi bilan uxlamasdan ashula aytib chiqardi hali qo'shnisi. Ashulasi nima edi? Meni zoya qilishdi, qanday yigitni zoya qilishdi ya. Kechasi bilan ashula aytib chiqardi. Imom Azam rahmatullohi alayh haqiqiy mo'min edi. Qo'shnisini aziyatiga, ozoriga sabr qilar edi. Aytdi-ku, kishidagi eng asosiy narsa iymon bo'lsa, uni chegaralab turadigan narsa iymon bo'ladigan bo'lsa, xayriyat majmuasiga aylanadi. Qo'shnini aziyatiga sabr qilyapti. Hozir bilasizlar, qo'shnilarning muomalalari qanaqa bo'layotganini, birodarlar. Imom Azam sabr qilar edi. Sabr qilar edi. Bir kuni shu qo'shni hofiz yigit bir jinoyat qilib, mirshablarni qo'liga tushib qoladi, qamab qo'yadi. Imom Azam qo'shnisidan xabar topib, mirshabxonaga bordi. Qo'shnichilik haqqi bor. Chunki aytyapmiz, Imom Azamni iymon javoblab turadi. Qo'shnisini haqqi bor Imom Azamda. Bordi, mirshab Imom Azamdek odamni kelganligini ko'rib, hurmatidan chiqarib yubordi. Chiqarib olib ketayotib, qo'shni dedi hali yigitga qarab. Meni zoya qilishdi, qanday yigitni zoya qilishdi deysan, biz seni zoya qildikmi dedi. Demak, kishida axloq bo'lsa, iymon bo'lsa, xayriyat majmuasiga aylanadi. Agar kishi axloqli bo'lsa, mo'min bo'ladigan bo'lsa, tijoratda ham maza qilasiz unaqa odam bilan. Safarda ham maza qilasiz. Qo'ni-qo'shnichilikda ham, so'zingizga ham quloq tutadi. Xayriyat majmuasiga aylanadi. Urushga shoshilmaslik kerak bo'ladi. Bola ham bu narsa seniki emas, bu ishing shariatga tushmaydi, yaxshi emas deb turib, innalloha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha degan oyatni o'rgatishlik kerak edi. Alloh nima degan edi? Omonatlarni egalariga topshiringlar. Alloh taolo buyuradi sizlarga shu narsani deyishlik kerak edi. Omonatni tushuntirasiz, ado qilishni tushuntirasiz. Wala ta'kulu amwalakum baynakum bil batil. Bir-biringlarni moliylarda o'zaro harom yo'l bilan yemanglar deb o'rgatishlik kerak edi. Harom yo'l bilan yeyishlik qanaqa bo'ladi? Shundan keyin agar o'g'irlik qilsa, unda jazolash mumkin edi. Endi hech narsani o'rgatmasdan turiblar, tozaratib urib qolsangiz. Bolalarning orasida o'g'irlikni yoyilishligining sabablari. Bolangiz qo'lida bitta qalamni ko'rdingiz,
Pul olmagan, lekin turibdi. Qayerdan olding? Nima deydi? Nima deydi? O'rtog'im berdi. Hammani bolasi bir xil gapiradi. Hammani bolasi bir xil javob beradi. Yoki ana bu ma'ruzadan xuddi shunaqa deyilgan. Yoki top oldi. Qarang, ko'chada yotar ekan ruchka. Yana har hafta yotar ekan ruchka deng. Har hafta top olar, har hafta o'rtog'i berar ekan. Eng ko'p aytiladigan javob oshnam berib turdi yoki top oldi. Endi bola agar o'g'irlab olgan bo'lsa, sharmanda bo'lmasligi uchun tabiiy nima qiladi? O'zi o'g'irligi bitta gunoh edi. Endi yolg'onchiligi undan kattaroq ikkinchi gunoh, yolg'onga olib boryapti. Siz bu so'zni qabul qildingiz. O'tib ketdi. Bu qalamni topib oldim yoki oshnam ber degan gapga ko'nmaslik kerak. Maktabiga borib falonchi oshnasidan bir marta so'rab qo'ysangiz, qaytib shu ishni qilmaydi. Chunki biladi, otasi aniq surishtirib keladi maktabga. Aniq kelib xijolat qiladi. Demak, bolani o'g'irlikka, yolg'onchilikka o'rgatadigan sabablardan bittasi otalarini beparvoligi. Otalarini beparvoligi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu qonun chiqardi. Sutga suv aralashtirib sotmaylar. Mashhur qissa. Umar ibn Xattob o'sha kechalarda birida Madina ko'chalarini aylanib yurar ekan, ena bolani gaplashgan gapni eshitib qoldi qorong'ida. Onasi aytayapti: "Qizim, bugun sut oz bo'lib qoldi-da. Ozgina suv qo'shib yuboraylik." Ona shunaqa. Axir Amirul Mo'minin deyapti yonida turgan qizi. Umar ibn Xattob tashqarida eshityapti. Sutga suv qo'shmaylar deb hukm chiqargan u. Qizim, Umar qayoqda-yu, biz qayerda dedi. Onajon, Amirul Mo'minin ko'rmayotgan bo'lsa, Robbisi ko'rib turibdi-yu dedi. Ana birodarlar. Inson bir ishni qiladi yoki bir ishni qilmay tark qiladi. Bir ishni qiladi yoki bir ishni tark qiladi. Shunday qilishligiga tashqi omil, sharoit majbur qiladi uni yoki o'zini ichidan chiqib turib shu narsani qiladi yoki qilmaydi. Ya'ni bir bola namoz o'qiydi. Dadasi urishligidan qo'rqib, bu tashqi omil. Yana bir bola namoz o'qiydi, o'zini ichidan chiqib. Ikkalasi ham o'qiyapti. Ammo qaysinisini namozi namoz? Qaysinisini namozi namoz? Roza tutadi bir odam. Alloh mendan rozi bo'ladi shu ishni qilsam deb turib ichidan chiqib tutadi. Yana bitta odam uyat bo'lib qolmaydi deb tutadi. Demak, inson bir ishni qilishi yoki qilmasligiga tashqi omil sabab bo'ladi yoki o'zini ichidan bir sabab bo'ladi turtkisi. Albatta insonni o'zini ichidan turtki bo'lishligi tashqi omil bo'lishligidan ko'ra afzalroq. Hozirgi kunda bo'ladigan qilinayotgan ishlarda basseynlar bor. Endi odamlarda tabiat har xil. Bu suvga tushib turib ayrimlari bavul qilib orar ekan. Endi shu narsani oldini olishlik uchun maxsus suyuqlikni shu basseynga qo'shib orar ekan. Agar kimdir bavul qilsa, bavul bilan boyagi suyuqlik aralashib turib, shu bavul qilgan odam atrofida binafsharang bo'lib ketar ekan suv. Odamlarni basseynga tushganda bavul qilmasligiga majbur qiladigan tashqi omil. Endi shunaqa suv qo'shilmagan bo'lsa, bavulni qilaveradi. Tushuntira oladimi hozir aytmoqchi bo'lgan gapimni? Demak, o'zingizni ishingizdan chiqib, farzandingiz o'zini ishidan chiqib turib, bir gunohni qilmasligi, bir savobni qilishligi 1000 marta yaxshi. Sizdan qo'rqib turib qilganidan ko'ra. Mana o'sha g'arb mamlakatlarida kameralar borligi uchun narusheniya qilishmaydi yo'lda. Chunki ishtirab soladi. Agar svet o'chib qolsa-mi, kameralar turganligi uchun o'g'irlik qilishmaydi. Agar svet o'chib qolsa-mi, demak ularni gunoh qilmaslikka kameralar, tashqi omillar sabab bo'lyapti, majbur qilib turibdi. G'arbiy hayot, iymonsiz hayot xuddi shunaqa hammasi. Jazodan qo'rqib turib to'xtaydi. Agar o'ziga qolsa qilar edi. Endi iymoniy hayotchi. Kamera bo'lmasa ham qilmaydi bu ishni. Odamlarni yo'lda sekinroq yurishlik uchun hukumat radar qo'yib qo'ygan. Endi shu radarni aldashlik uchun odamlar anti-radar olib qo'yadi mashinasiga.
Yana shu hukumat kishilari antiradarni o'chiradigan yana bir narsa o'ylab topadi. Ya'ni Allohdan qo'rqqan odamga radar, antiradarni keragi yo'q, birodarlar. Demak, farzandlarimizni bir ishni qilish yoki qilmasligi, ya'ni savobli ishni qilib gunohdan tiyishligi o'zini ichidan chiqadigan bo'lsa, nur ustiga nur. Agar sizdan qo'rqqanligi uchun, odamlardan hijolat bo'lganligi uchun bir ishni qilib yoki qilmayotgan bo'lsa, bu yaxshi narsa emas. Chunki ichki omil insonni bir ishni qilishiga turtadigan. Ichki turtki nima edi? Alloh hamma narsani ko'rib turadi, bilib turadi, farishtalar yozib turadi, qiyomat kunida hisob-kitob bor degan narsa edi. Agar bir insonda shu narsa turgan bo'lsa, bu odam xiyonat qilmaydi, o'g'irlik qilmaydi. Haqiqiy mo'min Alloh taolodan qalbi bilan ham, tashqaridagi a'zolari bilan ham qo'rqadi. Haqiqiy mo'min odamlar ko'rib turganini ham Allohdan qo'rqadi. Hech kim ko'rmayotganda ham Allohdan qo'rqadi. Haqiqiy mo'min saratonda roza tutadi. Tomoqlari qaqrab ketadi. Uyning ichiga kiradi. Uyda hech kim bo'lmaydi. Xaladanidagi muzdek suvni ko'radi. Qarab turib ichmaydi. Kamera yo'q. Birov bilmaydi. Uni nima to'siyapti suv ichishdan? Iymoni. Ichib qo'yibdi, chiqib ro'zaman desa bo'lardi. Shuning uchun birodarlar, bolalarimizni ichiga ekaylik mana shu pokiza urug'da. Ichidan bo'lsin bu narsa. Abdulloh ibn Dinor aytadi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bilan birga Makka ga qarab chiqdim. Yo'lda ketarkanmiz, qo'ylarda haydab yurgan bir cho'pon tog'dan tushib keldi. Umar ibn Xattob xalifa. Cho'pon bilmayapti xalifa ekanligini. Sinamoqchi bo'lib, "O qo'ylardan bittasini sotmaysanmi menga?" Qo'ylar meniki emas dedi. "Men mamlukman" dedi. Ya'ni qul, xo'jayinning quli, xo'jayinning qo'yini boqib yuribdi. Egasiga o'lib qoldi deysan, yo bo'ri yeb ketdi deysan dedi. Boya qul nima dedi? Mana puli dedi Umar ibn Xattob. Puliman o'lib qoldi deysan, yo bo'ri yeb ketdi deysan. Mana puli dedi. Haliga cho'pon aytdi, "Vallohi menga pul juda ham zaril" dedi. Qo'ylar egasi meni rostgo'y deb biladi dedi. Agar bo'ri yeb ketdi yo o'ldi desam menga ishonadi dedi. Lekin Allohchi dedi. Bu kam musofir ketadi. Kim ko'rib o'tiribdi buni? Allohchi dedi. Xalifa bu oddiy cho'ponning so'zini eshitib turib yig'ladi. Shu cho'pon bilan elchi borib, sayyididan sotib olib ozod qilib yubordi. So'ngra aytdiki, "Shu so'z" dedi, "Allohchi degan so'z. Seni dunyoda ozod qildi qulchilikdan. Endi mana shu so'zing seni oxiratda jahannamdan ozod qilishidan umid qilaman." Demak, birodarlar, farzandlarimizning qalbiga Allohdan bo'lgan qo'rquv, gunoh, ma'siyatdan tiyishlik kerak degan narsa o'zini qalbida bo'lishligiga harakat qilaylik. Chunki siz ko'rmayotgan paytda ham xotirjam bo'lasiz bolangizdan. Birodarlar, bu cho'pon Allohchi deganida dinda aslini gapirdi. Bu odam mana shu paytda haqiqiy faqih, haqiqiy olim, haqiqiy dindor edi. Ehtimol Qur'onni yodlamagandir to'liq. Ehtimol fiqh ilmlarini bilmas, lekin eng muhim narsani bilibdi bu odam. Allohchi dedi. Allohni oldaymanmi? Demak, din nima ekan? Odamlar orasida bo'lganda ham, yolg'iz bo'lganda ham, tilimiz bilan ham, qalbimiz bilan ham, qo'limiz bilan ham Allohdan qo'rqishimiz. Kishi yolg'iz qolganda uni gunohdan to'sadigan taqvosi bo'lmasa, Alloh taolo bunaqa bandani amaliga qaramaydi. Kishi yolg'iz qolganda ham uni gunohdan to'sadigan taqvosi bo'lmasa, Alloh bunaqa bandani amallariga qaramaydi. Shuning uchun biz o'zimizni, bolalarimizni Alloh ko'rib turibdi degan so'zga odatlantiraylik. Haqiqiy mo'min birodarlar, kuzatuvchi bo'lganda ham, kuzatuvchi bo'lmaganda ham ishini zo'r bajaradi. Zimmasidagi vojib bo'lgan amalni bajarishlikda bironta bir nazoratchilik keragi yo'q. Chunki har bitta ishni Alloh taolo ko'rib, bilib turadi degan e'tiqodda turadi. Alloh subhanahu va taolo farzandlarimizning qalbiga va o'zimizning qalbimizga mana shunday bir Allohchi degan e'tiqodni, fikrni joylagan solih. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Imom Ahmad keltirgan hadis Abu Hurayra roziyallohu anhudan. Sinfani min ahli nar. Ikki toifa odamlar bor, ular jahannam ahlidir.
lam arahuma ba'd. Men hali ko'rganim yo'q ularni dedi payg'ambarimiz. Ikki toifa odamlar bor, men hali ko'rmadim ularni, lekin ular jahannam ahlidan. Qawmun ma'hum siyatun ka'aznabil baqar. Bir qavm bor, ularda molni dumiga o'xshagan qo'llarida qamchi bo'ladi, odamlarni uradi shu bilan. Qo'llarida odamlarni uradigan qamchisi bo'ladi, molni dumiga o'xshaydi bu qamchisi. Wa nisaa'un kasiyatun 'ariyatun mumilat ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimatul bukht. Bu birinchi toifa odamlar edi. Ikkinchi toifa odamlar kim? Ikkinchisi zinatli liboslarni kiyib, taqvo libosini yechib, toatdan o'zini chetga olib, qalblarini rom etuvchi ayollar bo'ladiki, ularning boshlari egilib turgan tuya o'rkachiga o'xshaydi. Boya aytganimizdek, boshiga boyaga to'qima sochli parikni qo'yadi-da, yurganda ikki tomonga tuyani o'rkachining singari egilib turadi. Ular jannatga kirishmaydi. Vaholanki jannatning hidini ham hiydamaydi ular. Jannatning hidi falon yillik masofadan kelib turadi. Qo'lida odamlarni uradigan, molni dumiga o'xshagan qamchisi bor. Odam jannatga kirmaydi. Payg'ambarimiz ko'rmagan ekan hali bularni zamonida. Ikkinchisi taqvo libosini yechib, odamlarni o'ziga rom qilib qaratadigan libosni kiyib, boshiga to'qima sochni ulagan ayollar deb aytiladi. Bu o'rinda bir ayolki kiyim kiygan, erkak kishining ko'zi tushdi yana bir marta qarashligiga sabab bo'lyaptimi? Mana shu kiyim qatoriga kelaveradi. Albatta falon sifat bo'lishiga shart emas. Odamlarda tortyaptimi diqqatini? Demak, bu mana shu hadisni ostiga kirib ketadi. Yana tarbiyada siz bilan biz farzandlarimizga o'rgatishimiz kerak bo'lgan narsalardan farzandlarimizni ixtilotdan uzoq bo'lishga o'rgatishimiz kerak. Ixtilot nima? Ixtilot nomahram bir erkak, nomahram bir ayol bilan aralashib yolg'iz qolishligi. Xilvatda nomahram erkak bilan ayolni yolg'iz qolishligi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Sunan-i Termiziydan keltirilgan bu hadis Ibn Umardan. La yaxluwanna ahadukum bi imratin fa inna ash-shaytona thalithuhuma. Sizlardan biringiz nomahram ayol bilan yolg'iz qolmasin. Bas albatta shayton ularning uchinchisi bo'ladi. Nomahram ayol bilan yolg'iz qoldingizmi? Bir pana joyda, birov ko'rmaydigan joyda. Uchinchi bu yerda turgan sherik shayton bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning keyingi hadisiga quloq solamiz. Bu hadis Sahih Buxoriydan keltirilgan. Uqba ibn Omir roziyallohu anhudan. Iyyakum wad-dukhula 'alan nisa. Faqala rajulun min al-ansar ya Rasulullah, afara'ayta al-humuwa? Qala al-humu al-maut. Rasululloh aytdilar, ayollarni oldilariga, ya'ni yolg'iz o'tirganlarida ayollarni oldiga yolg'iz kirishlikdan ehtiyot bo'linglar dedi. Yolg'iz turgan ayolning oldiga kirmanglar dedi. Ya Rasululloh, agar humu bo'lsa-chi dedi ayol. Humu kim? Erkak uchun ayolini qarindoshlaridan bo'lgan ayol. Ayol uchun erini tarafidagi erkaklar, akasi, ukasi, otasi yoki bo'lmasam qarindoshlar. Humu qaynisiniz yoki qayni opis. Qiz bolaga kuyovini akasi yoki ukasi. Yolg'iz kelinoyisi yolg'iz uyda turganda qaynuka kirmasligi kerak. Domla bu qanaqa bu? Ha, aytayapman, bizga to'g'ri kelmasligi mumkin qulog'imizga. Lekin shariat bu. Ya Rasululloh, al-humu bo'lsa-chi dedi. Qaynakalari, qaynukalari bo'lsa-chi deganida al-humu maut, humu o'lim dedi. O'rgataylik shu narsaga. Balog'atga yetib qoldimi o'g'lingiz? Akasini ayol yolg'iz bo'lib turgan paytda hovlisiga kirib bormasin. Chunki bu narsa shariatimizda man qilingan. Chunki ming xil gumondan xoli bo'linadi. Xo'p, bu qaynukasini-yu tanir qo'ni qo'shnisi tanimasa-chi? Uyda kelin yolg'iz o'tirganda bir odam kirib chiqib ketdi deb tursa. Musulmon o'zini shubhali o'ringa qo'ymasligi kerak. Bu mumkin emas. Bu mumkin emas. Mana shu
begona o'ziga nomahram bo'lgan ayol bilan erkak kishi yolg'iz qolishligi haqida mana shu g'arbni psixologlaridan bittasi Majhul inson deb nomlanadigan kitobida quyidagi satrlarni keltiradi. Bu odam psixologiya ilmini mutaxassislaridan, olimlaridan, psixologlardan. U shunday deydi. Insondagi jinsiy g'ariza harakatga kelganida u qonga bir moddani ishlab chiqaradiki, u modda qon bilan aralashib miyaga yetib boradi. Miya shu modda sababli to'g'ri fikr qilishga qodir bo'lmay qoladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan edilar-ku. Bir erkak o'ziga nomahram bir ayol bilan xilvatda qolar ekan, shayton ularni ikkisini orasiga kiradi deb. Miyasini aynatar ekan erkak kishini. Insondagi jinsiy g'ariza harakatga kelganida mana shu g'ariza qonga bir moddani ishlab chiqaradi. U modda qon bilan miyaga yetib boradida, miya shu modda sababli to'g'ri fikr qilishlikka qodir bo'lmay qoladi. Natijada bir fahshga, zinoga qo'l uradi. Boyaga modda tugagandan keyin o'ziga kelib bekor qilibman, qanday qilib qo'ydim shu narsani deb turib o'zini o'zi malomat qiladi. Qarang, bu so'zni mana shu psixolog aytayapti. Ilmiy isbotini topyapti. Payg'ambarimiz aytib qo'ygan bu narsani 1400 yil burun. Nomahram erkak bilan nomahram ayol yolg'iz qoladigan bo'lsa, uchinchisi kim bo'ladi? Uchinchisi shayton bo'ladi. Keyin pushayvon yeb yuraveradi. Ana shu g'arb mamlakatining rahbarlaridan biri o'zini xalqi haqida yozar ekan, shunday deydi. Davlatimizning kelajagi xatar ostida. Chunki yoshlarimiz aynigan, shahvatlarga berilib ketgan. Ularni yelkasiga tushadigan mas'uliyatni ko'tara olmaydi. Harbiy xizmatga chaqirilgan 7 ta yigitdan 6 tasi harbiy xizmatga yaramaydi. Nima uchun? Shahvatga tamomiy berilib bo'lgan. Erkak bilan ayolda aralashishligi u yerda oddiy narsa bo'lib qolgan. Maktab yoshidagi qizlari juvon bo'lib qolayotganligi oddiy ish. Birodarlar, oila jamiyatning asosi. Agar oila tuzalsa, jamiyat tuzaladi. Bu darslarimiz orqali birodarlar nima demoqchimiz? Ko'r-ko'rona g'ayri dinlarga taqlid qilishni yig'ishtiraylik. Ular madaniyat deb berayotgan narsani hammasini madaniyat deb qabul qila olmaylik. Bizning dinimiz bor birodarlar. Ko'zni tiyish, musiqaga berilmaslik, televizorda tagida soatlar qolib ketishlikdan bolalarimizni qaytaraylik. Innalloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Alloh taolo bir qavmni isloh qilmaydi toki bu qavmlar o'zlaridagi narsani isloh qilmagunicha. O'zimizni isloh qilaylik, oilalarimizni isloh qilaylik, mahalla tuzaladi. Mahalla tuzalsa qishloq tuzaladi, qishloq tuzalsa mamlakat tuzaladi birodarlar. Bizning qo'limizda yaxshi tomonga farzandlarimizni tarbiya qilib tuzatishlik. Buni tushunishligimiz kerak. Farzand tarbiyasi juda bir og'ir, mashaqqatli mehnat. Uzoq vaqt talab qiladi. Lekin ishonavering birodar, agar mana shu mehnatni, mana shu mashaqqatni sabr qilib, tarbiyani chiroyli suratda nihoyasiga yetkazsangiz, qilgan ishingizni birontasi zoya bo'lmaydi. Oyat: Astagfiru billah. Vallazina amanu wattaba'atuhum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay. Kullu imrin bima kasaba rahin. O'zlari iymon keltirib, zurriyotlari ham ularga iymon bilan ergashgan zotlar, o'sha zurriyotlarini qo'shdik va ularga qilgan amallaridan biron narsani ham kamitmadik. Har bir kishi o'zi kasb qilgan ishi bilan garovga olinguchidir, ushlanguchidir. Iymon keltirdingiz, solih amal qildingiz, farzandlaringizni tarbiya qildingiz, sizni bironta qilgan amalingiz zoya bo'lmaydi. Balki farzandlaringiz qilgan ishdan sizga ham ajr mukofot bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo farzandlarimizni islomiy tarbiya bilan tarbiyalab, oxiratimizga bir zaxira qilishligini o'zi bir tavfiqini bersin. Va mana shu tarbiya sababli birodarlar abadul abadiyin rohat ketishligimizga Alloh taolo erkaklarni tahannusdan qaytargan. Tahannus bu erkak kishi o'zini ayol kishiga o'xshatishligi.
Yigit kishi albatta o'zini tashqi ko'rishiga qarab yurishligi kerak. Chunki dinimiz pokizalik dini. Alloh taolo innalloha jamilun yuhibbul jamala dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Albatta Alloh taolo go'zal zot, go'zallikni yaxshi ko'radi. Erkak kishi, musulmon yigit o'zini tashqi ko'rinishiga qarab yurishligi kerak. Ammo haddidan oshib ketsa bo'lmaydi. Soatlab aynada ko'zguda oldida turishlik. Go'zallik salonlariga borishlik. O'g'il bolaga to'g'ri keladimi? Kelar ekan hozirgi zamonda. Eshitib, yoqani ushaysan, bormish, bor domla, tirnog'ini oldirgani boradi deyapti. Muaviya roziyallohu anhu Madinaga keldi. Bu hadisni Sayyid ibn Musayyab rivoyat qiladi. Imom Muslimdan keltiriladi. Qadima Muaviyatu al-Madinata fa khatabana wa akhraja kubbatan min sha'rin fa qala ma kuntu ara anna ahadan yaf'aluhu illa al-yahud. Muaviyat ibn Abu Sufyon Madinaga kelib bizga xutba qildi. Bir yumaloq, bir to'p sochni chiqardi, aytdiki, buni dedi, Yahudlardan boshqa odamlar qilganini ko'rgan emasman dedi. Inna Rasululloh sallallohu alayhi va sallama balaghahu fasammahu zura. Albatta mana shu narsani xabari, ya'ni odamlar shunday sochni ishlatganligini xabari. Rasulullohga yetib kelganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni zur, yolg'on deb ataganlar dedi. Undan tashqari payg'ambar alayhisalomdan bir og'ir hadis bor. Rasululloh aytadilar, Imom Buxoriydan keltirilgan bu hadis Ibn Abbos roziyallohu anhudan. Endi tashqi ko'rinish haqida gapiryapmiz. E'tibor bergan bo'lsanglar, musiqa tugadi, tashqi ko'rinish haqida. La'ana nabiy sallallohu alayhi va sallam al-muhannithina min ar-rijal wa mutarajjilati min an-nisa. Wa qala akhrijuhum min buyutikum. Faqala akhraja an-nabiy sallallohu alayhi va sallam fulanan wa akhraja Umar fulanan. Muaviyat ibn Abu Sufyon davom etadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zini ayollarga o'xshatgan erkaklarni va o'zini erkaklarga o'xshatgan ayollarni la'natlagan. Yurish-turishida, qilayotgan qilig'ida, kiyimida, prichoskasida, soch tarashida. Ularni uylaringizdan chiqarib yuboringlar degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Yana Muaviya davom etdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zini zamonida falonchini haydab chiqargan mashqa fe'li uchun. Umar ibn al-Hattob xalifa bo'lib turganda falonchini haydab chiqargan. O'zini ayollarga o'xshatgan erkaklar. Endi o'zini erkaklarga o'xshatgan ayollarchi? Erkaklarning kiyimini kiyib yurgan, shim kiygan, badanlarini tortib, qomatini chiqarib turadigan, hamma avratlarini hajmi bilan shaklini aniq ko'rsatib turadigan libosni kiygan ayol mal'una, la'natlangan emasmi? Nimaga shariatimizda uzun kiy, keng kiy deyiladi? Toki boyaga aytgandek mahosinlari, ziynati bo'lgan ayolni a'zolari bilinmay turishligi kerak. Lekin ta'assub hozirga kelib turib, ayni ko'z-ko'z qilishlik urfga kirib qolgan. O'zini ayollarga o'xshatgan erkakni Rasululloh la'natlagandek, o'zini erkakka o'xshatgan ayolni ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam la'natlaganlar. Shim kiygizmanglar qizlaringlarga. Hurrima libasul hariri va zahabi ala zukuri ummati va uhilla li inatihim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam marhamat qilganlar. Abu Dovuddan keltirilgan bu hadis Abu Muso Ash'ari roziyallohu anhu rivoyat qilgan. Ipek kiyish, oltin taqish ummatimning erkaklariga harom qilindi, ayollarga esa halol qilindi. Yigit kishidagi eng go'zal narsa bu uni shijoati, mardligi, o'g'il bolaligi, g'ururli bo'lishi. Qizlardagi eng go'zal narsa bu ularning hayosi. Birodarlar, bolalar tarbiyasi, farzand tarbiyasi deganimizda biz o'g'il bolani ham, qiz bolani ham nazarda tutamiz. Ammo bu tarbiyani o'g'il bolalarga xos tomoni bor, qiz bolalarga xos tomoni bor. O'g'il bolalarni tarbiyasi mardlik, shijoat, shahdamlikka asoslangan bo'ladi. Qizlarning tarbiyasi o'ziga xos hayo, iffatga asoslangan bo'ladi. Qaytarib aytamiz, qiz boladagi, ayol kishidagi eng go'zal sifat bu hayo. Mashhur qissa.
Musa alayhissalom Misrdan chiqib Madian qishlog'iga keldi. Qur'ondagi go'zal qissalar. Madianiylarni hayvonlarni sug'oradigan joyga borib turganida odamlar kelib tuyalarini, qo'ylarini sug'ordi. Lekin ikkita qiz o'zlari bilan olib kelgan qo'ylarini to'sib turishdi, odamlarni qo'ylarga aralashib ketmasin. Ular ham sug'organi olib kelgan, odamlarga aralashishlikni xohlamasdan hayo bilan chekkada turganligini ko'rdi. Borib, hali qizlarni qo'ylarini olib kelib sug'orib qaytarib olib borib berdi. Bu ikkala qiz Shuayb alayhissalomning qizlari edi, payg'ambarning qizlari. Hayo bor edi. Alloh taolo mana shu qizlarning bittasini Musa alayhissalom oldiga kelganligini aytib, qaysi sifatini maqtadi bu qizdagi? Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Bas ulardan biri hayo bilan yurib keldi. Qaysi sifatini maqtayapti bu qizdagi? Hayo sifatini. Erkak kishini bir ayolda e'tiborini tortadigan narsa ayol kishida. Bu uni hayosi. To'g'ri, ayol kishi chiroyli, go'zallik, husnli bo'lishi mumkin. Agar hayosi bo'lmasa, bunaqa ayol hech qachon marg'uba bo'lmaydi. Hech qaysi erkak xohlamaydi bunaqa ayolni. Ayol kishidagi birinchi narsa hayo bo'lsin. Alloh taolo shunday deydi. Astagfiru billah. Ya ayyuhan nabiy, qul li azwajika va banatik va nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin. Zalika adna an yu'rafna fala yu'zayna va kana Allohu g'afurur rahim. Alloh taolo payg'ambarimizga o'ziga buyuryapti. Alloh taolo bir narsani Qur'onda buyurdimi ochiq oyat bilan. Bilingki bu kichkina narsa emas. Bilingki bu xasakam narsa emas. Ey payg'ambar, juftlaringizga, qizlaringizga va mu'minlarning ayollariga ayting. Xos qilib Alloh taolo buyuryapti, birodarlar. O'zingiz ayollaringizga ayting, qizlaringizga ayting va mu'minlarning ayollariga ayting. Ustlariga yopinchiqlarini o'rasinlar. Mana shu ularning cho'ri emas, balki ozod ekanligini ko'rsatadigan, cho'ri emas, balki ozod ayollar ekanlari tanilib, ozorlanmasliklari uchun yaqin vositadir. Alloh mag'firatli va mehribon bo'lgan zotdir. Cho'rilarda hur ayollardan farqi bo'lgan kiyinishida. Cho'rilarni avrat hisoblanmagan a'zolari ham hur ayol uchun avrat bo'lgan. Ayol kishi butun avratini yopib yurganligi cho'ri emas, hur ayol ekanligini belgisi bo'lgan. Shuncha aytayapti, hur ayol ekanligi kiygan kiyimidan bilinsin va unga ozor bermasin hech kim. Xuddi cho'riga muomala qilgandaqa muomala qilib ozor bermasin, avratini yopsin deb Alloh taolo buyuryapti. Ayol kishi avratini to'sib yuribdimi? Qiz bola avratini to'sib yuribdimi? Demak, mo'mina ekanligini dalili bu. Masalan, maktabda formasini kiyib yuribdimi bir bola? Maktab o'quvchilari kiyadigan kiyimni yuribdimi? Demak, kim bu? Talib ilm, maktab o'quvchisi. Ehtimol ikkichidir. Ehtimol bir kun borib, bir kun kelmas. Ehtimol har kuni so'kishishlar, lekin kiyimini o'zi uni o'quvchi ekanligini bildirganidek. Ayol kishi avratini yopibdimi? Demak, mo'mina ekanligini belgisi. Endi bu ayolga nima qoldi? Dinini o'rganish, erini haqqini tanish, bolalarning haqqini tanish. Demak, kimni axloqi seni axloqingdan o'zib ketgan bo'lsa, demak uni iymoni ham sendan nima bo'lib ketibdi? O'zib ketibdi. Shuning uchun ukalar, o'qiyotgan namozimiz, o'qiyotgan Qur'onimiz, qilayotgan sunnat amallarimiz nihoyatda go'zal, nihoyatda yaxshi. Lekin shuni yonida xulq ham bo'lishi kerak. Agar boyaga qilayotgan amallarimiz qorin o'rnida bo'lsa, xulq bel o'rnida bo'lishi kerak. Chunki qorin bo'lmasa bel bo'lmaydi. Bel bo'lmasa qorin bo'lmagandek, bu amallarimizni to'g'ri bo'layotganligi, haqiqiy bo'layotganligini belgisi xulqimizda ko'rinadi. Shuning uchun kattalarga hurmatli bo'laylik, kichkinalarga shafqatli bo'laylik. Agar bizda kibr turgan bo'lsa, o'zimizdan boshqani bir tinga olmayotgan bo'lsak, mutakabbir bo'lsak, demak bizni iymonimiz hali nochor ekan. Demak, al-jud so'zini bitta ma'nosi saxovat, yana bitta ma'nosi so'z va amallarni eng go'zalini keltirishlik. Bu birinchi va ikkinchi ma'nolari bo'ldi. Mana birinchi ma'nosi saxovat ekan. Alloh taolo al-Jawad
saxovatli bo'lgan zot. Mo'min kishi saxovatli bo'ladi. U o'zini hayotini haloyiqqa yaxshilik qilishlik ustiga quradi. Alloh taolo unga nima bergan bo'lsa, shuni haloyiqqa sarf qiladi. Shuning uchun mo'min odam o'zida bor narsani musulmonlarga, insonlarga, umuman mahluqotlarga ato qilganda o'zini baxtli his qiladi. Ya'ni ato qilib berib huzurlanadi. Biz ham o'zimizdan so'raylik. Haloyiqqa yaxshilik qilib borimizni berganimizda o'zimizni yaxshi his qilamizmi yoki olganimizdami? Mo'min ato qilib huzurlanadi. Nima uchun? Chunki aniq biladi. Agar u o'zidagi xayriyatni ato qilsa, al-Jawad bo'lgan, saxovatli bo'lgan Robbisi singari ato qiladigan bo'lsa, aniq biladi. Robbisi uni o'zini fazli marhamatiga o'rab qo'yadi. Shuning uchun faqat olishlik falsafasi bilan yashayotgan, olib qolsam, yulib qolsam bo'ldi deyotganlarni falsafasi bilan qarasangiz, mo'min odamni qilayotgan ishi aqlga sig'maydi. Bu yoqdagilar olib maza qilganda u berib maza qiladi. Chunki uni o'lchov tushunchasi kitobi sunnatga muvofiq. Mo'min aniq biladi. U ato qilsa, bu qilingan yaxshilik Alloh taoloning zimmasiga qarzi hasana bo'lib yoziladi. Alloh qarzdor bo'ladi. Siz mahluqotlarga yaxshilik qilsiz. Endi Alloh taolo qarzini uzmaydigan zotmi? Ma'qulmi? Ukam ushashib qo'ying desa, aka vaqtim yo'q. Ukani uzatib oling, o'zingiz oling. Mana shuchi u rahmatam demaydi deng. Masalan, mashinasini chiqarolmay, borib turtishib qo'ydingiz, indamasdan chiqib ketib, ketaverdi. Hech bo'lmasa maqib qo'ymadi. Banda, mo'min banda kimga qilmasin yaxshilikni, u odamgami, hayvongami, parrandagami, darrandagami, ko'katgami yaxshilik qildimi, aniq biladi. Alloh taolo uni albatta mukofotlaydi. Eslaylik, bir fohisha bag'iy ayol chanqab turib suv ichdi quduqdan olib. Qarodi bir it issiqdan, chanqoqdan shu holi qurib, shu qumda yalayapti, yotib olib. Ha bu ham chanqabdi. Bu sahih hadis bu. Dedida kavshiga suvni quyib turib, itni tumshug'iga tutib ichirib qo'ydi. Bitta qilgan yaxshilik uchun. Ya'ni odamga qilingan emas edi bu yaxshilik. Hayvonga, hayvon bo'lib qo'yga yoki sigirga emas edi. Kimga? Itga edi. Shuning uchun birodarlar, birovga yaxshilik qilayotgan bo'lsak, u ikki og'iz shirin so'zmi, pulmi yoki bir boshqa bir yordammi, foydamiz tegyaptimi? Aniq biling, Robbingiz qarzi hasana qilib yozib qo'yadi buni. Ya'ni Robbimiz aytadi, astagfirullah, man zallazi yuqridulloha qardan hasana fayudaifahu lahu adha'afan kathira. Allohga qarzi hasana beradigan kim borki, Alloh unga bir necha barobar qilib qaytarib bersa. Ber deyapti Alloh taolo. Men ko'paytirib qaytaraman deydi. Endi bizda qanaqa? Avval bersin o'zi. Qil Alloh yo'lida infoq qil desa, yo'q da deydi. Puling yo'qmi? Oyoq qo'ling ham yo'qmi? Qarzi hasana deganda faqat pulni tushunmaylik. Aytyapmiz-ku, aga chiqsangiz namozxonlar shu kalashlar pala-parcha yashib kirib ketibdi. Tartibga keltirib qo'ying. Unga ham pul kerakmi? Sizdan sodir bo'lgan yaxshilik kimga bo'lishidan qat'iy nazar Alloh qaytarib beradi buni ko'paytirib. Agar biz ato qilsak, birodarlar, Alloh taolo bizga ikki dunyoda ato qiladi. Shunaqa ato qiladiki, Allohning saxovatini, fazli karamini ko'rib turib, uyalib ketamiz. Chunki bunchalik saxovatga, bunchalik xayriyatga loyiq ish qilmagan edik biz. Lekin Robbimiz mana shunday saxovatli bo'lgan al-Jawad. Hozir Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bir hadisini o'qiymiz. Diqqat qilib turasizlar. Ehtimol ishimizda bizni o'ylantirgan ayrim bir chigal masalalarni yechib qo'yar. Payg'ambarimiz duo qilganlar. Allohumma urzuqni hubbak va hubbu man yanfa'uni hubbuhu indak. Parvardigor, o'zingning muhabbating bilan meni rizqlantirgin. Menga foydasi borning muhabbati bilan ham rizqlantirgin. Ya'ni bir odamni yaxshi ko'rsam, shuni muhabbati menga foydali bo'lsin. Bas unga bo'lgan muhabbatim men uchun seni huzuringda foydali bo'lsin. Birinchi qismi tushunarliga. Ikkinchi qismi. Allohumma ma razaqtani mimma uhibbu faj'alhu quwwatan li fima tuhibbu. Parvardigor,
men yaxshi ko'rgan qaysi narsa bilan meni rizqlantirgan bo'lsang, meni nimani yaxshi ko'rsam, shuni bergan bo'lsang, bas uni sen yaxshi ko'rgan narsada menga quvvat qilgin. Men yaxshi ko'rgan nimani bergan bo'lsang, men yaxshi ko'radigan narsalardan. Shu narsa quvvat bo'lsin menga, sen yaxshi ko'radigan ish uchun. Endi asosiy joyi. Allohumma ma zawayta anni mimma uhibbu faj'alhu faraghan li fima tuhibbu. Parvardigor, men yaxshi ko'rgan qaysi narsani mendan nari qilgan bo'lsang, men yaxshi ko'rgan narsani menga bermagan bo'lsang, bas o'sha holatni o'zing yaxshi ko'rgan narsa uchun menga forig'lik qilgin. Ya'ni bir narsani yaxshi ko'rdim, bermading. Endi shu bermaganliging, shu narsani menda yo'qligi sen yaxshi ko'rgan ishlar uchun menga bo'sh vaqt bo'lib qolgan bo'lsin. Nimalarni so'ramayapmiz? Nimalarni yaxshi ko'rmayapmiz? O'sha narsalar yo'q. O'sha yo'qmi? Demak bizni band qilmayapti o'sha narsa. Band qilmayapti. Shu bo'sh vaqtingiz Alloh taoloni rozi qiladigan ishlar uchun sarflanadigan bo'lsin. Qani bermagan joyini ham foydasiga bo'lib qolish bo'lyaptimi? Bergan bo'lsa-yu zo'r endi. Bermagan bo'lsa-chi? Ya'ni Robbim menga berganing ham, bermaganing ham seni yo'lingda ibodatda bo'lishimga sabab bo'lsin. Berganingga shukr keltirib, seni ibodatingda bo'lsam, bermaganingga rozi bo'laman, u ham nimaga o'tadi? Ibodatga o'tadi. Masalan, nima deymiz? Alloh taolo bizga nima bergan bo'lsa, buni ortidan oxiratni iroda qilishimiz kerak. Ilm berdimi, mol berdimi, sog'lik berdimi, mansab berdimi, vaqt berdimi, quvvat berdimi, nima berdi? Hammasini ortidan oxiratni ko'zlaylik. Nafs, qalb ilmini olimlardan so'rashdi. Zakot qanaqa beriladi moldan? Dedi haligi olim, sizlardami, bizdami dedi. Siz bilan bizmi, bormi? Bir xil bo'lmaydimi dedi. Sizlarda molni 40 dan 1 qismi zakot qilib beriladi. Bizda mol ham, u molni egasi ham bergan zotning mulki dedi. Tushunarli bo'ldimi? Bu qul inna solati va nusuki va mahyai va mamati lillahi robbil alamin oyatiga muvofiq bo'ladi. Ayting, albatta namozim, ibodatlarim, hayotim, mamotim butun olamlarning parvardigori bo'lmish Alloh uchundir. Ya'ni bizga nima bergan bo'lsa ham Allohniki, nimani bermagan bo'lsa ham Allohniki. Nimani bergan bo'lsa ham, nimani bermagan bo'lsa ham bu holat bizni Allohning qulchiligiga yetelishligi kerak. Agar to'g'ri yo'lda turgan bo'lsak. Shuning uchun Alloh senga bergan narsadan bandalarga ato qilayotganing, ey banda, seni aqlning va zakovatning cho'qqisida ekanligini belgisi. Qaytaramiz. Alloh senga bergan narsadan bandalarga ato qilayotganing aql va zakovatning cho'qqisida ekanligini belgisi. U aqli va zakovati cho'qqisida bo'lmagan odam baxillik qiladi. O'zim deydi. Olib qoladi va ko'paymaydi. Aytayapti, bersang ko'paytirib beraman deb. Chunki inna lillahi ma akhadha va lahu ma a'ta. Bergani ham Allohniki, olgani ham Allohniki. Shuning uchun palonchi o'tibdi, akangiz o'tibdi, ukangiz o'tibdi, otangiz o'tibdi deganda inna lillahi va inna ilayhi roji'un deymiz. Albatta biz Allohnikimiz, Allohga qaytib boramiz va olgani ham Allohniki, bergani ham Allohniki. Shunda bandani qalbida rozilik paydo bo'ladi. Shuning uchun Parvardigor, men yaxshi ko'rgan qaysi narsani mendan nari qilgan bo'lsang, bas shu holatni, bermagan holatingni o'zing yaxshi ko'rgan narsa uchun menga bo'sh vaqt qilgin, forig'lik qilib bergin. Siz boshqa uyda orzu qildingiz. Alloh taolo boshqa uyni berdi. Siz boshqa ayolni orzu qilgan edingiz. Alloh taolo boshqasini berdi. Mana siz xohlagan narsani bermadi. Ana shu sizga berilmagan narsa agar berilganida vaqtingizni, qalbingizni band qilardi shu narsa. Inson bolasi o'zini topishni cheksiz bo'lishini xohlaydi. Har oyga deylik 50 ming dollardan pul topishni xohlaydi. To'g'rimi? Ozatib qo'ymadimmi?
$5000 oylik topishni xohlaydi. Bilasizmi, $50,000 har oyda pul topsangiz, kallangiz yomon band bo'lib qo'yadi. Endi qayerga sarflasam ekan? Mana hozir yo'q pul, topatib deylik qo'lingizga $1000 kelib qoldi. Darrov bosh qatib qoladi, bilasizmi? Nima qilsam ekan? Qo'yib qo'ysam ekan? Yog'ochga bosib qo'ysam. Yo'q edi. Yo'q edi nima bo'lyapti? O'shuning uchun men yaxshi ko'rgan narsadan qaysinisini menga bermagan bo'lsang, shu bermaganliging, demak men bo'shman shu narsadan. Shu bo'sh vaqtimni o'zing rozi bo'ladigan ish tomonga burib qo'ygan. Odam bolasi o'zini topishini, hisobsiz bo'lishini xohlaydi, lekin daromadini cheklanganligini ko'radi. Albatta buni ortida hikmat bor. Mana Musa alayhissalom va Xizr alayhissalom qissasiga murojaat qilamiz. Bir yosh bolani o'ldirib qo'ydi. Xizr alayhissalom yosh bolani, shu balog'atga yetmagan yosh bolani o'ynab turgan joyda o'ldirib qo'ydi. Nimaga o'ldirding dedi Musa alayhissalom. Keyin javobini berdi qissaning nihoyasida. Bu bola katta bo'lganda fisq fujurga kirardi, kofir bo'lib ketardi va ota-onasini ham kofir bo'lishiga sabab bo'lar edi. Mana endi bu bolani o'ldirib qo'yildi, ota-ona yomon bo'ldi deb o'ylayapti. Shu bolani olib qo'ydi ularning qo'lidan Alloh taolo. Lekin buni orqasida hikmati nima edi? Ularni kufrdan to'sish edi. Keyin Alloh taolo undan ko'ra yaxshiroq solih farzandni berdi. Endi qiyomatga borganda shu farzand nimaga olib qo'yilganligini ota-ona hikmatini tushunganida qalbi shukrdan erib ketadi. So'rayapsiz, faloncha narsani bermayapti. Buning orqasida hikmati bor, biling. Chunki Robbis al-Javod, saxovatli bo'lgan zot. Qizg'anmaydi Robbis. Lekin shuni bermadimi? Bir hikmati bor. Bo'lmasam, va qala robbukum ud'uni astajib lakum. O'zi aytib turibdi, ayting Muhammad alayhisalom, duo qilinglar Robbilarga, ijobat qiladi deb turib, siz so'ragan narsani bermadi. Endi nima deyishingiz kerak? Albatta buning orqasida bitta hikmat bor. Agar o'sha orzu qilgan katta daromad qo'lga berilsa, o'sha daromad bilan, o'sha dunyo bilan ovora bo'lamidi? Bo'lar edi. Shuning uchun aytiladi, al-imanu bil qadar yudhibul hamma wal hazan. Qadarga bo'lgan iymon g'am, qayg'uni ketkazadi. Alloh taolo taqdir qilgan narsa bo'ladi deydi, xotirjam bo'ladi. Va kullun indahu bi ajali musamma faltasbir val tahtasib. Har bir narsa uning huzurida aniq o'lchov bilan belgilangan. Bas sabrli bo'lib, savob umid qil. Ya'ni sabr qilganingga nima qilgin? Savob umid qilgin. Al-jud ma'nolaridan ato qilish, sarf qilishni yengil bo'lishi. Ba'zida bir savobli ishga qo'lida 3-4 chaqasi bor odamni bir rag'batlantirib, shijoatlantirib, shu yaxshi ishga bir hissangizni qo'shing deb harakat qilasan, hujjat dalil keltirasan, bir oyat hadis aytasan, xullas terga botasan. Xo'p deydida ozgina infoq qiladi. Vaholanki qo'lida ko'p. Ammo al-jud, saxovat egasi bunaqa bo'lmaydi. Saxovatli insonni infoq qilishligi juda ham oson bo'ladi. Alloh taologa chin iymon keltirgan mu'min hech qachon ziqna baxil bo'lmaydi. Chunki berayotganini kimga beryapman deb beradi? Alloh taologa qarza hasanat deb beradi va aniq biladi bu narsani ko'payib qaytib kelishligini. Payg'ambarimiz aytganlar: "Anfiq ya Bilal va la takhsha min zil arshi qilalan." Ey Bilal, infoq qiling. Arsh egasi tarafidan kamaytirilib qo'yilishini dunyoingizni g'amini qilmang. Bilal roziyallohu anhu kambag'al bo'lgan akalar. Kambag'al bo'lgan. Lekin mana shu zotga Rasululloh aytayaptilar, infoq qiling, qo'rqmang, pulingizni kamaytirib qo'ymaydi Alloh taolo deyapti. Boyaga gapga qaytyapmiz-da, avval bersin Alloh menga, keyin beraman deymiz. Yo'q, siz bering borini avval. Pulingiz bo'lsa, pulingizni bir qismini bering, ozrog'ini bo'lsa ham. Agar pulingiz bo'lmasa, oyoq qo'lingizni, xizmatingizni bering. Alloh tarafidan bizga rahmat berilmasa, biz rahm shafqatli bo'la olmaymiz. Alloh tomonidan adolat berilmasa, biz adolatli ish qila olmaymiz. Alloh taoloning ismlaridan bizga ulush tegadi, shunda shu sifatlar bizda paydo bo'ladi, birodarlar. Alloh taolo al-Javod, saxovatli bo'lgan zot. Shu ismdan o'zingizga ulush oling, qalbingizda saxovat bo'ladi. Mana Alloh taolo al-G'ani,
behojat bo'lgan zot. Mo'min kishi Alloh taolaning mana shu ismidan qanday ulush olish kerak o'ziga? O'zini odamlardan behojat his qilish kerak. Shuning uchun mo'min odam iffatli bo'ladi. Mansabdorni yoki boy odam oldida turganda yetti bukilmaydi. Payg'ambarimiz aytganlar: "Man jalasa ila ghaniyin fataza'za lahu, ya'ni tamaskana amamahu, zahaba thulutha dinihi." Qaysi bir kishi boy odam oldida o'tirib, uni oldida o'zini xor tutib bersa, bas shu kishini dinini 3 dan 2 qismi ketdi. Mo'min Robbisining al-G'ani, behojat ismidan ulush oladi, shuning uchun egilmaydi u. Laganbardor olmaydi u. O'zini behojat, iffati bilan tutadi. O'sha boyamchi doimo mutakabbir bo'lsa-da, shuna qilib qo'yishganda uni. Shuna qilib qo'yishgan. Shu egilishavergan, qulluq qilishavergan, ine Firavun nima degan? Ana robbukumul a'la, men sizlarning xudoylarman degan. Ey banda, sen Alloh uchun Alloh xohlagandek bo'lgin, Alloh ham sen uchun sen xohlagandek bo'ladi. Alloh taolo hadis qudusida marhamat qiladi. Va shu iffatga tegishli joyida iffatli bo'laylik-da. Abdi anta turid va ana urid. Ey bandam, sen ham xohlaysan bir narsalarda, men ham xohlayman. Fa iza sallamta li fima urid, kafaytuka ma turid. Agar men sendan xohlagan narsada menga taslim bo'lsang, men aytgandaqa bo'lsang, sen xohlagan narsaga men o'zim kifoya qilaman. Fa ilam tuslim fima urid, atabtuka fima turid. Agar men sendan xohlagan ishda, men xohlagandaqa bo'lmasang, sen xohlagan ishda seni mashaqqatga solib qo'yaman, shundan keyin bar men aytgan bo'ladi. Biz Alloh aytgandaqa bo'laylik, qolgan g'amimizni Robbimiz subhanahu va taologa topshiraylik. Shuncha aytiladi: "I'mal liwajhin wahidin yakfiha alwujuha kullah." Bitta yuz uchun ishlagin, bitta yuzning roziligini istagin, qolgan yuzlarga u kifoya qiladi. Allohni rozi qilishlik uchun yashagin, qolgan mahluqotlarni sendan rozi qilib qo'yadi. Endi agar odamlarni rozi qilaman desangiz, qaysinisini rozi qilib yurasiz? Bunga shavla yoqadi, bunga sho'ra yoqmaydi. Bunga shashlik yoqadi, bunga osh yoqadi. Bunga tez gapirsang yoqadi, bunga sekin gapirsang yoqadi. Rozi bo'ladimi odamlar? Irzoin nas g'oyatun la tudrak. Odamlarni rozi qilishlik yetib bo'lmaydigan orzu edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abdulloh ibn Mas'uddan: "Man ja'ala al-humuma hamman wahidan, hamma akhiratihi." Kim hamma g'amlarni bitta g'amga almashtirib olsa, oxirat g'amiga almashtirib olsa, kafahullohu hamma dunya. Alloh bu banda uchun uni dunyosini, hamma ishlarini zimmasiga oladi, Alloh kifoya qiladi. Va man tasha'abat bihi al-humum fi ahvali dunya lam yubalillahu fi ayyi awdiyatiha halak. Endi kimni dunyoning holatlarining g'ami sochib yuborgan bo'lsa, faqat dunyo g'ami bilan yashayotgan bo'lsa, uni qaysi vodiyda halok bo'lishiga Alloh taolo parvo qilmaydi. Bitta g'amni qil, qolgan g'aming Allohning zimmasiga. Agar Allohning g'amini, rozilik g'amini qilmasang, dunyoda g'amlarni seni sochib tashlaydi. Shuning uchun aytamiz, Allohni topgan banda nimani yo'qotibdi? Hech narsani. Allohni yo'qotgan banda nimani topibdi? Hech narsani. Shuning uchun Allohni yo'qotmaylik, Allohni topaylik, qolgan g'amni Robbimiz subhanahu va taologa topshirib qo'yaylik. Agar Alloh taolo sen bilan bo'lsa banda, bilginki, aniq bilginki, dushmaningni ham seni xizmatingga solib qo'yadi. Agar Alloh senga qarshi bo'lsa-chi, odamlarda oxirgisi ham senga kelib jur'at qiladigan bo'lib qoladi. Dalil: Musa alayhisalomni so'yishlik uchun chaqlangan qilichlar tug'ilmasidan avval Firavunning buyrug'iga muvofiq so'yilishlik kerak. Banu Isroildan har bitta tug'ilgan o'g'il bola so'yilish kerak. Firavun tushidan qo'rqqan edi. Musa alayhisalomni so'yishlik uchun chaqlangan qilichlar keyin nima bo'ldi? Alloh izni bilan Musa alayhisalomni qo'rg'ilab saroydan onasini oldiga olib kelib emizdirib qaytarib olib borib qo'yadigan soqchi qilichlarga aylanib qolmadimi?
Ya ishonmaymizmi, birodarlar? Agar Alloh sen bilan bo'lsa, dushmanlaringni seni xizmatingga solib qo'yadi. Faqat sen Alloh bilan birga bo'lgin. Shunda Alloh sen bilan birga bo'ladi. Aqulu qawli